Assalomu alaykum. Andijon viloyat Marhamat Bixem Xalq banki tomonidan biriktirilgan bir mahsulot tamoyili asosida tashkil etilgan loyiha. Ushbu loyiha manzili Marhamat tumani Yo'lamatol MFIda 429-konturda joylashgan. Tashkil etilgan dehqon xo'jaliklar soni 84 nafar. Har bitta dehqon xo'jaligi 12 sutidan berilgan. Auksion savdo sotib olingan yil 2024-yil. Agregat ya'ni tadbirkor Porloq maqsad tomorqa xizmati MChJ. Loyiha qiymati 50 million so'mni tashkil etadi. O'z mablag'idan barchasi, krediti yo'q. Ekin turi sholi. Mana ko'rib turganlaringdek, ekin turi sholi. Ekilgan vaqti 20-aprel, yetishtirish vaqti 25 oktyabrda tugatiladi. 1 gektarga hozirgi aytganimizdek bitta fuqaroga, yer egasiga 12 sotidan to'g'ri keladi. Hisobda yalpi daromadi birinchi hosilda 4 million 800 so'mga to'g'ri keladi. Yillik yalpi daromadi 10 gektar yer biriktirilgan, Xalq bankiga biriktirilgan ushbu sholi maydon 10 gektar bo'lib, buni 1 yillik daromadi 360 million so'm rejalashtirilgan. Bu 10 gektar sholi maydoni mana ko'rib turganlaringdek ekilgan. Mana sholni uzuni 800 metrdan 1100 metrgacha uzuni, yerda nimasiga holatiga qarab, eniga bo'lsa 750 dan 980 970 metrgacha cho'ziladi. Mana ko'rib turganlaringdek sholini holati. Bank tomonidan amalga oshiriladigan ishlar dehqon xo'jaliklari bilan agregat bank vakillari tomonidan agregat ishlarini uchrashuvlar o'tkazib, bunga bir mahsulotni tamoyillarini va nimalarni tushuntirish berib o'tish. Monitoring natijasiga ko'ra mana ko'rib turganlaringdek vegetatsiya davrida unib chiqqan mana shollarni ko'rishimiz mumkin. Mana shollar unib chiqqan. Ko'rib turganlaringdek mana ekin holati yaxshi. O'g'it va kimyoviy moddalar sarfi karbamid sepilgan. Kasallik va begona o'tlar yoki nimalar mavjud emas. Mana holati yaxshi. Mana ko'rib turganlaringdek bu yog'i shunday o'tadi, bu yog'i bundek borib mana shu yer oxirigacha. E'tiborlaringiz uchun rahmat.